Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Murod, ya'ni men Strikeus rahbariman. Sizlarga bugundan juda ham bitta katta yangiligimiz bor. Bu Strikeus o'z ilovasini ishlab chiqdi. Keling, siz bilan batafsil bu ilovani ko'rib chiqamiz. Xo'p, biza bilamiz, bizada mana shunaqa Strikeus boti bor edi. Ya'ni bizaga shunaqa start bosganda turli xil ma'lumotlarni berib turardi. Undan tashqari server bosganda bizada serverdagi hozirgi mavjud nechta odam o'ynab o'tiribdi, qaysi serverda odamlar bor, hamma narsani ko'rsatib turardi. Bundan tashqari biza players degan knopkani ham qo'shdik. Ya'ni playersning ichida public tanlaydigan bo'lsam, publicni tanlaydigan bo'lsam, serverda o'tirgan igroklar, ular qilgan killari, necha daqiqadan beri serverda o'tirganlarning ma'lumotlarini ko'rsak bo'ladi. Bu oddiy narsalar. Eng qiziqarli joyi bizada endilikda app degan joy bor, ya'ni mini app. Kelinglar o'shani batafsil sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, mini app knopkasini bosadiganda bizada mana shunaqa narsa ochiladi, ya'ni serverimizni barcha danilari. Buni ichida masalan serverni tanlagan bitta server ichiga kirib, hozirgi ko'rgan ma'lumotlarni mana bunaqa bitta ko'rsak bo'ladi. Nazar qilib chiqib ketib, xohlagan boshqa masalan Clanvar serverida hozir qaraydigan bo'lsak, Lovely serverida 13 ta odam o'tirgan ekan. 13 ta odamdan mana igroklarimiz bor. Bu yerda tanishlar yo'q. Samuel degan bizada adashmasam admin edi. Oldinlari Old Bukhara tanish igrok mana shular serverda demak hozir o'tiribdi. Endi bu yerda pastda masalan adminlar haqida, serverlar haqida barcha danlilar bor. Gruppalarimiz, kanallarimiz, hamma danlilar yozilgan. Serverni, to есть men bu botni o'zbek tiliga ham bemalol o'tkazib olsak bo'ladi. Kelinglar, mana o'zbek tilida hamma narsa davom etadi. Imtiyozlar degan joyda demak biz imtiyozlar haqida ma'lumot olsak bo'ladi. Ya'ni VIP nima, bu yerda o'qisak bo'ladi. Prime nima, legenda nima, modder nima, admin, gladmin, admin kv mix nima imkoniyatlar beradi, hamma narsani ko'rsak bo'ladi. Bundan tashqari bizada xarid degan bo'limi paydo bo'lgan. Bunaqasi hali O'zbekistonda CS 1.6 serverlari ichida hech kimda yo'q. Ya'ni onlayn ichida srazu kerakli bo'lgan bizga VIP yoki Prime ni sotib olsak bo'ladi. Ya'ni serverlarni tanlab turib, KV serverlarda modder adminkalarni sotib olsa bo'ladi. Mana bu public yoki HNS serverlarda VIP va shunga o'xshagan narsalarni sotib olsa bo'ladi. Endi buni sotib olish uchun biz birinchi navbatda balansimizni to'ldirishimiz kerak. Lekin bu balans to'ldirishdan oldin davaychi birinchi profil degan joyga o'tib olamiz. Profilda, ya'ni sizni nickingiz ko'rinib turadi. Nick deganda bu Telegramda nima yozib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu narsa ko'rinib turadi. Balans ko'rinadi. Balansni to'ldirish imkoniyati bor va start bonusi degan narsa bor. Hozir bunga qaytamiz. Faol imtiyozlar bor. Ya'ni bu yerda qanaqadir siz VIP yoki nimadir sotib olgan bo'lsangiz, ochib ko'rsangiz bo'ladi. Va bu yerdagi sizni to'lovlaringiz, har turli ma'lumotlarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Start bonusi degani, qarasak bizada mana bu yerda plus 10,000 so'm degan narsa bor ekan. Kelinglar start bonusini olamiz. Bonusni olish degan tugmani bosadigan bo'lsak, bizada 10,000 so'm tushdi va balansimizda 10,000 so'm bor. Bu narsani даже mana bot ham tashlaydi. Tabriklaymiz, start bonusi olindi. Ya'ni bizada уже bonus bor 10,000 so'm. Bu hech qanaqa pul to'lash shart emas. Prosta botdan foydalanish uchun sizga shunaqa 10,000 so'm pul beriladi. Endi prilojeniyani yana ochib olamiz. Ko'ramiz. Xaridda bizada mana balansda 10,000 so'm bor. 10,000 so'mga nima olsak bo'ladi? Endi 10,000 so'mga hozircha hech nima yo'q. Bizada faqat bonuslar bor. Ya'ni mana bu annual bonus degan narsa bor. 10,000 so'mga 2,5 почти 2,5 bonus olsanglar bo'ladi. Lekin kelinglar, biz hozir bonus emas, masalan legenda olib ko'ramiz. Legenda olishda ham narxi mana 79,000 so'm. 10% cashback beradi. Ya'ni biz 79,000 so'mga legenda oladigan bo'lsak, 7,900 so'm yana bonusimizga bizga qaytib tushadi bu yerga. 2 oyga oladigan bo'lsak, bizda o'zi narxi arzonlashadi. 3 oyga oladigan bo'lsak, yanada narxi arzonlashadi. Endi biz masalan mana buni olish uchun bilamiz 10,000 so'm bor, pul yetmaydi. Kelinglar, pul qo'shimcha tashlaymiz. Buning uchun profilga o'tamiz, hisobni to'ldirish degan joyga o'tamiz va mana bu yerda o'qib olamiz. Birinchisi yozilgan. Karta ma'lumotlarini olasiz va to'lov qilasiz. Tasdiq skrinshotini yuborasiz. Bot to'lovni tekshiradi va summani balansingizga qo'shadi. Ya'ni 3 ta sharti bor. Davom etish tugmasini bosamiz.
Bu yerda mana karta raqami ko'ramiz. Murod Fayzixanov, ya'ni meni kartam yozilgan. O'shani nusxasini oldik va skrinshot yuborishga o'tish degan tugmasini bosamiz. Bu yerda skrinshot yuborishga o'tgandan keyin bizga rovna 5 minut vaqt beradi. 5 minut ichida biza pulni to'lashimiz kerak bo'ladi. Bu narsa uchun mana men uzun bank ilovasidan foydalanaman. Tak. Uzun bank ilovasidan perevod joyiga o'tib, karta joyiga o'tib, mana shu karta raqamini qo'yib yuboraman. Bu yerda mana Murod chiqdi, ichiga o'tdim va narxini yozaman. Masalan, men 80 ming so'm tashlamoqchiman. Kartamni tanladim, перевести tugmasini bosdim. Ozgina kutamiz. Sizlarga SMS keladigan bo'lsa, SMSlashni tasdiqlaysiz. Bo'lmasa menda SMS kelmadi, skrinshot qilib olaman. Skrinshot qilgandan keyin yana bu yerga o'taman. Xohlasanglar buni zakrit qilib qaytadan ochsanglar ham bo'ladi. Bu yo'qolib ketmaydi, mana yana joyida turgan bo'ladi. Skrinshot tanlang joyiga o'tamiz. Mediatekadan o'tib, hozirgi skrinshotni yuboraman. Skrinshotni yuborish. Endi ozgina kutib turamiz bu yerda. Bot tekshirib keladi. Bu kartaga pul tushdimi yoki yo'q. Qarasak, hozir birdaniga chiqardi, lekin balansimiz 90 ming so'm bo'lib o'zgardi. Ya'ni 10 ming so'm bizga start bonusi berilgan edi va 80 ming so'm bizlar qo'shdik. Bu yerda buni ko'rib borsak bo'ladi. Ya'ni start bonusi 10 ming so'm, balans to'ldirildi 80 ming so'mga. Endi kelinglar, sizlarga bu narsadan legendani sotib olishni o'rgataman. Bu narsa uchun biz xarid bo'limiga o'tamiz. Public serverni tanlayman, legendani tanlaymanda va 1 oyni tanlayman. Keyingisi tugmasini bosaman. Endi kompyuterdan bitta ko'raveramiz bolalar. Xo'p, mana kompyuterdan ko'raveramiz. Men o'zimga killer nickini qo'yib oldim va sizlar ko'rishinglar uchun tak public serveriga kiraman. Publicga kirdim. Mana VM yozib ko'raman. Menda hammasi yopiq turibdi. Ya'ni sotib olingan narsa yo'q bu yerda. Endi bundan chiqib turamiz, bezovta qilmasin. Endi mana ilovaga qaytib o'tamiz edi. Boshlaymiz. Birinchi nickni kiriting dedi. Men yozaman killer. Keyingini bosaman. Tizimda tekshirib keladi bu narsani. Killer nickida hech kimda yo'q ekan. Demak, parol yozing dedi. Masalan 1 2 3 4 5 yozdim. Keyingisini bosaman. 79 ming so'mga sotib olasizmi degan narsani so'rayapti. Imtiyozni sotib olish tugmasini bosaman. Ozgina kutib turamiz. Sotib olindi. Ya'ni bu yerda bizga qarasak cashback olindi deb chiqdi. Ya'ni profilga o'tadigan bo'lsak, bizda o'zi 80 ming so'm bor edi. 79 ming so'mga legenda oldik. 1000 so'm bu yerda yo'q, 90 ming so'm bor edi. Bu yerda 11 ming so'm qolish kerak edi, lekin bizga cashback qo'shilishi orqali balansimiz ko'proq turibdi. Ya'ni mana imtiyoz xarid qilindi 79 ming so'mga va cashback qaytdi 7900 so'm ko'rsatilgan. Endi qaytadan kompyuterga o'tamiz, lekin undan oldin mana botda ham ko'rsak, bizga ko'rsatyapti legend xarid qilindi Strikeuzda 1 oyga parolingizni ko'rsangiz bo'ladi. Hamma narsa ko'rsatilgan. Endi kompyuterga o'tamiz. Xo'p, bitta yana tasdiqlab olamiz. Mana killer nickini qo'ygan edik. Endilikda hozir men serverga kiraman desam, o'sha killer nickida meni kiritmaydi, chunki parol terilmagan. Bizda setinfo va parolimiz terishimiz kerak. 1 dan 5 gacha parol qo'ygandim va shuni yozgandan keyin serverga kiramiz va bizda legenda ishlagan bo'ladi. Ya'ni bu narsani qayerdan bilamiz? Men bu yerda o'sha hozir ochiladi. Hozircha mana raund qaytadan boshlanganda yana bir bor ko'rsatamiz. Mana yangi raund boshlandi va biza bemalol legendani ichiga kirib, o'zimizga legenda AVP'sidan olib, bemalol ishlatsak bo'ladi. Bu yerda legendani bizda pichoqlari ham ochilgan bo'ladi. Ya'ni mana keyingisiga o'tamiz. Legenda 3 ni bossak, mana bizning pichoqlarimiz o'zgardi. Ya'ni bizda serverda legenda ham berildi. Mana killer nickida legenda bemalol ishlayapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, hech bir Murodni kutib o'tirish, kimdir sizga javob berishini kutib o'tirish shart emas. Bot orqali hamma narsani amalga oshirsanglar bo'ladi. Muhim bir joylari bor. Ya'ni biz hozir botga screenshot yuborgan paytida bitta narsaga e'tibor beringlar.
mana bu skrinshotda siz yozgan summa ko'rinishi kerak, mani ism familiyam ko'rinishi kerak va kartani oxirgi raqami ko'rinishi kerak. Mana shu narsalar ko'rilsa, bot sizga bemalol shotingizga pul tashlab beradi va bu shotdagi pul har doim turadi, hech qachon o'chib ketmaydi. Bu shotdagi pulni har doim kerakli o'zingizga boshqa narsalar yana sotib olib ketaversanglar bo'ladi. Ya'ni nimadir olmoqchi bo'lsangiz, sizga yetmayotgan bo'lsa, shu qo'shimcha pulni tashlab turib, xarid bo'limiga o'tib, masalan, mana Clanbar 2-serverda admin o'zingizga sotib olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa joylari bemalol ishlaydi. Undan tashqari sizda hozir mavjud qanaqadir VIP case, legenda, admin case bo'lishi mumkin. Bu narsani ham bu yerda o'zingizga faollashtirib olsanglar bo'ladi. Ko'rsanglar, bizda mana faol imtiyozlar degan joy bor. Buni ochadigan bo'lsa, mana bitta legenda bor, Nick Killer turibdi. Shu yerda o'zimni imtiyozimni yana qaytadan faollashtiraman. Bu narsa uchun nima qilishim kerak? Buni mana mavjud qo'shish degan tugmasini bosaman. Server tanlang deydi. Serverda mana public tanladim. Davom etish. Endi bu yerda menda Kusaka degan nickda Prime bor edi. Davom etish tugmasini bosaman. Hozir tekshirib keladi. Endi parolni tering deydi. 1 2 3 4. Keling, mana shuni xato parol terib ko'ramiz. Imtiyozni import qilish degan tugmasini bosamiz. Hozir bot buni tekshirib keladi. Shu nickda parol to'g'rimi? Parol noto'g'ri deyapti. Demak, parolni to'g'rilaymiz. 1 2 3 4 qilib imtiyozni import qilish degan tugmasini bosadigan bo'lsam, imtiyoz qo'shildi. E'tibor bersanglar, Prime Kusaka public birinchi serverda va bizda 12 kun qolgan. Ya'ni 1 oylik sotib olingan va o'shandan 12 kunlik bizda srok qolgan. Legenda hozirgi olganimiz 30 kunlik turibdi. Bularni mana shunaqa yashirib qo'yib, yanada davom etsak bo'ladi. Buni ochib, yanada ko'rib ketsak bo'ladi. Xuddi shunaqa bizda xaridlar ichida xohlasak public serverida bonuslar ham sotib olsanglar bo'ladi. Masalan, 14 ming bonus 50 ming so'm turadi. Keyingi tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerda siz o'ynayotgan kompyuterning Steam ID'sini terishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nickga bonus olib bo'lmaydi. Bonus faqat kompyuterning o'ziga olinadi. Bu yerga shu Steam ID'ni qo'shasiz. Masalan, tak 1 0 qanaqadir raqamlar deydigan bo'lsak, keyingisini bosamiz. Bu hisob tekshirib keladi. Ya'ni qarasanglar, ushbu Steam ID bo'yicha o'yinchi topilmadi. Agar sizniki topiladigan bo'lsa, sizda hozirgi mavjud bonuslarni ko'rsatib beradi va qo'shimcha shu 50 minglik bonusni yanada qo'shib sotib olsanglar bo'ladi. Buni ham sotib olganda srazu akkauntingizga tushadi. Hurmatli Straykus ig'roklari, bunaqa narsa O'zbekiston bozorida birinchi marta chiqyapti. Ya'ni imенно CS 1.6 uchun. Shuning uchun ichida qanaqadir muammolar tug'iladigan bo'lsa, bemalol menga yozsanglar bo'ladi. Telegramim bor. Barcha qanaqadir tug'ilgan muammolarni sizlarga hal qilib beraman va bundan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Straykus hammadan oldinda.